alayhim. Hurmatli tinglovchilar, O'zbekistonimizni Andijon viloyatida dunyoga kelgan Zahiriddin Muhammad Bobur haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bu inson o'zini zamonasida bitta qozonga ikkita qo'chqorni kallasi sig'maydi degan o'zbek maqoliga monand o'z yurtlarida yosh bo'lishlariga qaramay o'z yurtlarini tashlab Afg'oniston orqali ozgina lashkar bilan juda katta qo'shinga ega bo'lgan katta davlat Hindiston sari otlanadilar va Hind lashkarlarini mag'lubiyatga uchratgach, bu davlatda 300 yildan ortiq rahnamolik qiladilar. Ya'ni Bobur Mirzoning ajdod-avlodlari, zurriyotlari Hind xalqiga 300 dan ortiq rahnamolik qiladilar. Bu Bobur Mirzoni haqidagi ma'lumotlardan biri o'z yurtlarini nihoyatda sog'ingan ekanlar. Kuz fasli kelishi bilan Andijon tomonga yuzlanib, Andijonning eng asosiy mevalaridan Husayni uzum va katta qorg'on uzumlari, shakarpalak qovunlari, anjir anorlarni qumsab ko'z yosh to'kib olar ekanlar. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, o'zgani yurtida shoh bo'lgandan o'z yurtida gado bo'lgan afzal degan so'z shundan kelib chiqqan bo'lsa ajab ermas. Ikkinchi xislat, jangda adolatli kurash asosida bir Hind ayolini o'g'lini o'ldirib qo'yadilar. Agar bu ishni qilmaganlarida bu soldat, bu askar Bobur Mirzoni o'ldirgan bo'lar edi-da. Ammo bu holatdan keyin bu ayolni topib, u kishiga farzandlarning xunini bir necha bor ortiq to'lagan bo'lsalar-da, umrlarining oxirigacha bu ayolni barcha talablarini qondirib yaxshilik qilgan bo'lsalar-da, bu ayolning qalbidan qasos o'tini o'chira olmagan ekanlar va bittagina dushman Bobur Mirzoni 47 yoshga kirganlarida zaharlab bu dunyoni tarkishiga sabab bo'lgan ekan. Demak, yana xalqda bitta gap shu vaqtdan kelib chiqqanmi? Do'sting million bo'lsa-da oz, dushmaning bitta bo'lsa ham ko'p deyiladi. Bu so'zlarning ma'nosini yoshlarimiz adolatli baho berishlariga ishonaman. Ammo Bobur Mirzo Hindiston xalqiga juda katta meros qoldirgan bo'lsalar-da, masalan, juda ko'p masjid, minoralar, maqbaralar qoldirgan bo'lsalar-da, bu hozirgacha Hind xalqiga juda katta foyda keltirayotgan dunyoning 7 xazinasidan biri bo'lgan Agra shahrida joylashgan Toj Mahal minorasi dunyoning 7 ta mo'jizasidan biri hisoblanadi. Hindistonga qadam qo'ygan sayyohlar qaysi yerdan kelishidan qat'iy nazar bu minorani sayr qilib, kuzatib, tengi yo'q muhandislik bilan qurilgan bu minorani tomosha qilib, ziroat qilib qaytadilar. Bu minora hozir Hindiston uchun juda katta Bobur Mirzo avlodidan
meros desak yanglishmaymiz. Ammo o'zga yurtda yashagan bu shoh va podshoh o'zbek xalqiga ham juda katta foyda keltirdilar. Bu insonni yozgan yuzlab she'rlari qo'shiq qilinib, ayniqsa namanganlik Kamoliddin Rahimov, andijonlik Sherali Jo'rayev bular olamdan o'tdilar. Alloh rozi bo'lsin. Bularni betakror ovozlari bilan Boburni qo'shiqlari ijro etilarkan, butun o'zbek xalqi zavqlanadi. Shular qatorida men ham bu qo'shiqlarni eshitganda doim ko'zimdan xursandchilik, shodlik yoshi oqib turishini ham eslatmoqchiman. Ammo yana bir holat. Bobur Mirzo Hindistonda vafot qilgan bo'lsalar-da, bu insonni talabi bo'yicha ularni xoki Andijonga olib kelib ko'milishini talab qilgan bo'lsalar kerak. Ammo bu imkoniyat bo'lmaganligi uchun Afg'onistonga kelgandagina qabrga joylashtirilgan ekan. Shekilli. Agar shu vaqtda Andijonga kelish imkoniyati bo'lmagan bo'lsa kerak. Ammo bu insonni butun dunyo biladi. Ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari bu insonni qoldirgan meroslardan juda faxrlanadilar. Shular jumlasidan men ham faxrlanaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.